Aka, assalomu alaykum. 5 yildan beri biznes qilaman deysiz. Charchab ketmaysizmi? Hammaga aytaverib, yostiq tagida pul ko'payib qolmaydi. Yostig'ingiz ishib qolmaydi. Biznesga chiqsangiz ko'payadi. Biz uskunlar olsangiz, sizni ishingiz zo'r bo'ladi. San'at asari yaratasiz. Keling, sizni tanishtiraman. Birinchi navbatda bizga nima kerak bo'ladi? Xamir tayyorlab olish kerak bo'ladi. Xamir tayyorlaydigan uskunangiz charchab qo'lingizda qilganingizdan ko'ra 10 minutda 100 ta nonni xamirini tayyorlab tashlaydi. Mana bu uskuna Xenyu mishalga deydi. Mana bu narsani ko'pchilik bilmaydi. Nonni sekreti shunda. Yeganingizda non og'zingizda tushib ketadi-yu, suvi ta'mi kelib ketadi. Shu narsani shu rastoyka qilib beradi. Keyingi apparatimizga sizni eng yaqin yordamchisi bo'lgan pechka kiradi. 3 qavatli maxsus dizayn. Shuni pechkani olasiz. Ichiga shuni patnis bilan nonlarni qolipi bilan tiqasiz. Bo'ldi, yarim soat 40 minutda nonlar tayyor. Xohlasangiz, sezon boshlangan payt yangi yillarda to'rt ham qilsangiz bo'ladi. Yostiq tagida pulingiz turgandan ko'ra, mana shu narsalarga pul tikib qo'ying, normalniy bo'ladi. Foydasiga garantiya beramiz. Hisob kitobini, qancha foyda qoladi, qanaqa sotasiz, kimga sotasiz, hammasini o'zimiz hisob kitobini qilib beramiz. Telefon qiling, maslahatga keling.